Salom, bugun sizlar bilan raspakovka tek. Birinchi bo'lib sizlarga o'zim olgan kitoblardan raspakovka qilmoqchiman. Endi birinchidan chteniyani o'qib ko'rdim. Bilmasam sizlarga qanaqa deb o'qish tavsiyaligi. Ana shu yarimni o'qib chiqdim, keyin qiziqib qoldim. Kitob o'qishga shu bilan oldim mana kitob. Juda ko'p ekan, o'zi necha bet ekan sizlarga ko'rsataman. 261 ekan mana. Oxirida yozilgan ekan. Shunaqa qilib topsa bo'ladi, lekin o'zim juda ham qiziqib ketyapman. Shu kitobni o'qib bo'lib, keyin sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu ruscha kitob o'qimoqchi bo'lganlarga mana. Endi buni nomi Мне классное чтение. Мне классное deydi bizda. Shu Мне классное чтение. И keyin Басни Крыловani. Hozir buni yana necha varaq borligini sizlarga aytib o'taman. 6 ta ekan varog'i. Shunday zo'r bo'lsa kerak deyman. Eski ertaklari deyman. Mana ko'rinishdan shunaqa deb o'ylayapman. Keyin oxirida bitta zo'r narsa raspakovka qilaman. Keyin endi kosmetikda olgan narsalarimizni ham sizlarga ko'rsatib chiqaman, obzor qilib chiqaman. Birinchi narsa bu mana shunaqa sumkacha, penal. Ichiga narsalar solsa bo'ladi. Ichiga salafon solib qo'yishibdi. Keyin sizlarga keyingi narsani ko'rsatib o'tamiz. Bizda baby safe детское мыло sovun ekan. Hozir buni ko'rinishini ko'rsatamiz. Mana bu kichkinalarni suyunga o'zingizga alohida olamiz, qo'rqmanglar. Endi hozir keyingi narsani ko'rsataman. Жидкое мыло, suyuq sovun. Keyin bizda nima deydi? Quloq tozalagichlar. Mana oil ham bor. Oil. Kichkinalari, ya'ni bu chaqaloqlarga 0+. Hozirlarga qo'yimga qo'yib ko'rsataman. Mana shunaqa qo'ylar ekan. Endi buni ishqilib tishlaymiz. O'zi qayoqqa suriladi bilmayman, kommentga yozib ketinglar. Va qarang, mana shunaqa qaranglar, hayrotirga o'xshab yaltirar ekan. Endi ostingi narsa. Gel balzam для posudaga. Nimada idishlar uchun bunaqa bo'ladi-ku, nima deyiladi? Posuda uchun gel bor-ku. O'zbekchada nima deyiladi? Keyin bu nima ekan bu? Varniy diskani make-upni o'chirish uchun. Bu kichkina varianti o'zi bilan saboyga olib yurish uchun-da. Saboy bilan olib yurish uchun va bizga keyingi narsa mana bunaqa krem. Asma eshitdilar, zo'ra. Hozir endi ochamiz buni. Ochilmagan, bunday qilib tishlarni tirnog'i borlar. Zo'r asma chiqarganda. Men yopish yoqatda shunday asma qilayotgan paytlar yopsa, nimaga o'zingizlarga zo'r bo'lib qo'ymoqda. Keyin kichkina shampun, detskiy shampun bo'pcha. Mana shunda o'zimiz ishlatamiz. Zo'r effekt beradi. Shuni ishlatib ko'ringlar, sizlarga tavsiya beraman. Qaranglar, mana bunaqa. Yana bitta gel ham bor. Kichkinalar, chaqaloqlar, butilkachalar bo'ladi. Soska bilan yozgan. Gel для детской посуды, игрушек, сосок и бутылочек. Gel для nima deydilar o'zbekchada. Bu sinfga boraman, ko'rshanishimda nima deyiladi. Mana endi o'zingizlar yozib olasizlar. Shu kichkinalarni posuda, idishlari, o'yinchoqlari, soska va butulkalar uchun. Sizlarga mana shu hozir hamma naborlar Synergetic'da hozir hamma naborlari. Buni naborlari ko'p, bitta mana shu ikkita nabor emas, boshqa xohlasanglar gel posuda, nima tualet tozaladigan narsasi bor. Rakvinalar tozalaydigan, xullas shampuni bor. Shampun emas, bilmasam shampuni ham bor. Kremi ham bor. Жидкий mili ham bor. Suyuq sovuni ham bor.
Keyin oddiy mana unaqa sovunchalari ham bor. Mana shu narsalar ishlatib ko'ringlar. O'zimiz hozir mana shu narsalarni o'zimiz ham zo'r ishlatyapmiz. Zo'r narsa, buni falshifkalari ham bor. Originalni men o'ylayman, mana shunaqa joylardan topsanglar bo'ladi deb. Mana shunaqa qog'ozni. Falshifkalarni uncha bo'lmaydi deyman-da. Mana shunaqa eko deb yozilgan bo'lishi kerak. Bitta Synergetic Eco deb yozilgan bo'lishi kerak. Olinglar, mana shu narsalar zo'r narsa, o'zim ishlatganman. Oppoq qilib beradi hamma dog'larni. Bubchen narsalari. Bubchen narsalar hozirga hamma ko'rayotgan bubchen narsalar. Hozir ko'rib turgan narsalaringlar hammasi original, falsifikasi bularni yo'q. O'zim ishlataman bu chaqaloq narsachalar, juda zo'r narsalar. Mana shu orqaga surtadigan krem bo'lishi kerak. Juda zo'r narsa, hech narsa toshirib bermaydi. Allergiyasi bor bolalarga ham shu ishlatsanglar beradi. Allergiya shunday tez chiqarib tashlamaydi. Juda zo'r narsa, ishlatib ko'ringlar. Ishlatilgan, men o'zim ishlatib ko'rganman. Ishonmasanglar, hozir uyimga borib, hozbannaga kirib shampunlarini ham ko'rsataman, ichida ozgincha qolganini. Zo'r narsa, mana shu narsani ishlatib ko'ringlar sizlar, maylimi? Juda zo'r narsa. Hammasi falshifka emas, hozirlarga ko'rsatgan narsalarimni. Hammasi 0+. Kattalarga ham, kichkinalarga, ko'proq chaqaloqlarga juda zo'r mos turadi mana shu narsachalar. Sovunlarigacha ham bor. Ko'p narsalari bor bu bubchenni. Zo'r narsachalar bor. Olinglar, tavsiya qilaman sizlarga, kimni chaqalog'i bor, ya'ni singlisini shunaqa. Zo'r narsa, mana shuni olinglar, sizlarga tavsiya beraman. Palmolivni sovunlari, boshqa narsalari juda zo'r, ishlatib ko'ringlar. O'zim ancha yillardan beri mana shu Palmolive narsalarini juda ham ishlatib kelaman. Ancha yillardan beri sovunlar ayniqsa zo'r. Qo'linglardagi kirlarni, taninglardagi kirlarni zo'r tozalab beradi. Olganinglar ma'qul. Xohlasanglar uni ham hozir ishlatganimni ko'rsatib beraman. Juda original, falshifka emas, hech qanaqa allergiya toshirmaydi. Ishlatib ko'ringlar mana. Mana bu yerda o'zim anaqa narsalar yozilgan. Zo'r narsa sizlarga ko'rsatgan narsalarim. Endi sizlarga bularni bilmayman, tavsiya qilaman, bilmadim. Hali buni ishlatib ko'rmaganman-da, keyin men uni ham ishlatib ko'rmaganman, sizlarga ko'rsataman. Palochkalarni ishlatib ko'rmaganman, buni faqat boshqacha ishlatganman. Vazni palochkalarni ko'rinishi, lekin mana shunaqa edi. Oddiy sizlarga tushuntirib bera olmayman, lekin bilmasam. Bir oydan keyin mana shularni ishlatib ko'ramiz. Agar yaxshi bo'lsa, sizlarga tavsiya qilaman. Bo'lmasam yo'q, olinglar. Aytdim. Bugun videomiz tugayapti. Bitta zo'r narsa ko'rsataman degandim-ku. Shu zo'r narsani shortsda ko'rsataman. Bunaqa narsani hozir videoda ko'rsatsam, videoga mos turmaydi. Orqadagi effektga e'tibor bermaysizlar, biz o'zimiz doskaga chizganmiz. Hozirlarga tavsiya qilgan narsalarim juda ham original mana. Original qaranglar, mana bu yerda o'zim yozilgan mana. Original. Ko'ryapsizlarmi? Bu qog'oz emas mana. Ko'ryapsizlarmi? Ola olmayapman. Qog'oz emas, sizlar aldamayapman. Hech qanaqa allergiya toshib olmaydi. Juda zo'r narsa. Mana shulardan olinglar, bitta ishlatib ko'ringlar. Wow deysizlar, rahmat deysizlar. Shuni bizga foyda nima deydi? Bizga tavsiya qilganinglar uchun deysiz. Shu bilan videomiz tugadi. Hammaga xayr. Hozirlarga aytgan narsalarim original aytib o'tdim. Shu bilan videomiz tugadi. Hammaga xayr.